Siz ham shunday fikrdamisiz? Nimamish kimgadir hayb qilmasdan yoki kimnidir so'kib chiqmasdan ko'tarilib bo'lmaydi ekan. Eng alam qiladigani qizlarga o'xshab lekinglayotganlar yokida yarim yalang'och qizlar videosi million prosmotr bo'lsa-yu, ertaga kech mehnat qilayotganlar, o'z ustida ishlayotganlar 100 ta ham layk yig'a olmasa, nahotki qiyin bo'lsa o'z kuchi bilan ko'tarilmoqchi bo'layotganlarga padesha qilish yokida shu qizlarga o'xshab lekinglab chiqayotganlar shunchalik qiziqmi? Qachongacha shularga padesha qilib o'zbek nomiga dog' tushirib yuramiz? Agarda gaplarimda zarracha bo'lsa ham haqiqat bo'lsa, obuna bo'lib qo'ying. Zora o'shalarning videosidan zeriksangiz, bizlarga ham padesha qilib turasiz. Agarda malol keladigan bo'lsa, o'sha obuna bo'lishingiz ham shart emas. Chunki hozir o'sha hezliklarni kuzatib yuradiganlar videoga negativ yozishi mumkin. To'g'ri, negativlarga e'tibor bermasdan shunchaki kulib qo'yaman, lekin o'zbek bo'la turib o'zbeklarga negativ yozish o'zbeklarni birlashtirish uchun qilingan harakatlarni bir pul qiladi. Shuning uchun qo'lingizdan yaxshilik qilish kelmasa, yomonlik ham qilmang. Qanday yaxshilik qilishni bilmayotgan bo'lsangiz, kommentariyaga omad tilab, shu